Assalomu alaykum durust azobunachilar. Hayit bilamlaringizlar hammasi bugun nasib qilib nomazda ovozimizga o'xshamasa endi qaytadan gapiraylik. Mana shunday joylarda ishlab yotibmiz. Manzarani ham olib gapirib beramiz ham, ketib beramiz dedik-ku. Tojikistonga yo'lsiga Petrogradaga endi bahor kelgan, shamol, osmonlar bulut dedik-ku. Yana aytishlaringiz mumkin azobunachilar. Sen faqat bahor desan, yoz keldi deb, lekin Petrga endi bahor keldi da o'tlar. Mak. Qorlar bo'lay bo'ldi, yerib ketganiga dedik-ku. Shunday gaplarda ham yoqda ishchilarimiz o'ylaganlarda. Shunday gaplar bo'lar, angar bo'lar, ich iskalat katta. Yani ikkita angar ketgan, 1 kilometr degan joylarga dedik-ku. Shunday gaplarda azobunachilar dedik-ku. Hayit bayramlaringiz bilan hammalar dedik-ku. Hajam olayapti. Katta planshet ko'ryapti dedik-ku. Mana qadam olaylik. Bitan qo'yadi, angarni ham ko'rsatamiz yo'q endi dedik-ku. Mana ustalar bilan o'tirgan shamolda, havo ham dahshat. Shunday gaplar azobunachilar. Mana bu yoqda buyuk bo'lajak bitta kutib turibdi. Joyi tayyor endi o'zi. Almatini tashlab boshlaydi-yu. Shunday gaplarda azobunachilar. Nima olamiz, so'yganlar olaylik. Go'sht yegalgingizlar. Amaklar go'sht yegalgingizlar mana. Mehmonlarga go'shtlar qo'yib turibman. Vaqir qaynab yotibdi go'shtlarim pishib. Piltada, gaz piltada. Gaplarda bunachilar. Mana bu yerda go'shtni tuzlab, tayyorlab qo'yibmiz va dimmalarni o'zimizga qo'yib olamiz. Shunday gaplar azobunachilar, charchamangizlar, omon bo'lingizlar, videoni qo'yib qo'yaveramiz. Qo'ldan kelgancha yaxshi ko'rasizlar, chomon ko'rasizlar dedik-ku.